ozgina og'irlikni yoki qiyinchilikni ko'rmasak agar biz nolib yashovchimiz aslida. Nolib yashaymiz. Lekin Xudo bizga sinov bergandan keyin akazati hayotda umuman boshqacha ekan. Hayotda bitta suv icha olishing baxt ekan. Hayotda shunchaki uyg'onib tut daraxtini oynangdan ko'rish baxt ekan degan tushunchaga kelar ekan odam. Va siz bugun shukr qilishingiz kerak aslida. Alloh sizga juda go'zal umr beryapti. Go'zal hayot beryapti. Sizni og'ir dardlar bilan sinamayapti. Siz orzularingizni katta qo'yavering, lekin shunchaki tushunishingiz kerak. Shunday odamlar borki, ularning orzusi juda oddiy. Va har kuni tabassum qiling, quvnang, uyg'onganingiz uchun, hayotni ko'rayotganingiz uchun, ko'zlar ko'ryapti, quloqlar eshityapti, til gapirayotgani uchun ham shukr qilishni o'rganing. Ozgina og'irlikni yoki qiyinchilikni ko'rmasak agar biz nolib yashovchimiz aslida. Nolib yashaymiz. Lekin Xudo bizga sinov bergandan keyin akazati hayotda umuman boshqacha ekan. Hayotda bitta suv icha olishing baxt ekan. Hayotda shunchaki uyg'onib tut daraxtini oynangdan ko'rish baxt ekan degan tushunchaga kelar ekan odam. Va siz bugun shukr qilishingiz kerak aslida. Alloh sizga juda go'zal umr beryapti. Go'zal hayot beryapti. Sizni og'ir dardlar bilan sinamayapti. Siz orzularingizni katta qo'yavering, lekin shunchaki tushunishingiz kerak. Shunday odamlar borki, ularning orzusi juda oddiy. Va har kuni tabassum qiling, quvnang, uyg'onganingiz uchun, hayotni ko'rayotganingiz uchun, ko'zlar ko'ryapti, quloqlar eshityapti, til gapirayotgani uchun ham shukr qilishni o'rganing.